O'tgan mavsumda Brian Mbeumo'ni gapiraverib 1,5 oycha chakalarini olib ketgan, lekin oxiri o'sha transfer baribir yakunlangandi. Hamma narsani baribir yakuni bo'ladi. Bu yilgi Santa Barbara hozircha Mateus Fernandes bo'pti. Hali 1 oycha bo'lmadi, lekin ancha-muncha gap so'z ko'payib ketdi. Kecha bo'lsa mahallamning g'iybatchi xotinlarchalik ham to'g'ri informatsiya bera olmaydigan insayderlar Mateus Fernandesga Tottenham bilan kelishuvga erishganini yozib yuborishdi. Men hayron qoldim. Qanaqasiga Fernandes Juventusga o'tishni xohlayotgandi-yu. Qanaqasiga bunaqa tez bo'lib ketdi, kelishuvga erishdi deb bir qancha o'sha past insayderlar yozishni boshladi. Keyin men to'xta, mahalla faollaridan kutaylikchi javob nima bo'lar ekan bu bunaqa bo'lishi mumkin emas. Va bugun mahalla raisi Fabrizio Romano xabar berishicha, bu hammasi yolg'on. Lekin bitta narsa rost, Tottenham rostdan ham jiddiy qiziqish bildiryapti Mateus Fernandesga. 17-o'rinlik komandaga nima bor bu yoqda? Kimga qiziqsa o'shanga qiziqyapti. Dummi bilan nima bor bularga? Fernandesga qiziq, Fernandesga Somervilga qiziqayotgan. Somervilga ham qiziqish boshlab Tottenham. Tanalini olishmoqchi edi. Bo'ldi, ana Tanalini olinglar, Fernandesni bizga qo'yinglar, aralashmanglar kattalanishiga. Xullas Fabrizio Romano yozishicha, West Ham kim ko'proq bersa, o'shan bilan kelishadi deb. Ya'ni West Ham talab qilayotgan summa bor 85 million funt. Aynan shu pulni kim berishni xohlasa, ya'ni bera olsa, ana o'sha bilan kelishuvga erishadi deb. Lekin Fernandes o'zi shaxsan Unitedga o'tishni xohlayotganini bildirgan. Bu haqda ham ishonchli insayderlar yozib o'tishdi. Bizanikilar bo'lsa, katta summa bermoqchi emas. Nima deb o'ylaysizlar? Bu to'g'rimi yo noto'g'rimi? Mayli Anderson dedik, Andersondan voz kechildi. Juda ham katta summa. Endi arzonroq deb umid qilinganda Fernandes buni ham qimmat deyshot. Endi bunga ham alternativ bor ekan, Alex Scott Bournemouthdan 65 million funtlarga olishni mo'ljallashayotgan ekan agar Fernandes o'xshamay qolsa. Bilmadimmi, bugun Chelsea kimnidir oldi Italiyadan, Atalantani bilgan Genovami, Cagliari qanaqadir komandadan 55 millionmi, 60 millionga qanaqadir bilmayman, ikkita odamni oldi xullas. O'sha o'yinchiga 60 million to'latdi. Bizanikilar ozgina qo'sh, kelajagi bor o'yinchi Fernandes. Mayli Andersondan voz kechning, xo'p. Ularning mana APL o'tgan mavsum eng yaxshi yosh o'yinchilardan bo'lgan. Umidli. Bilmadim bizanikilar nima qilyapti, lekin Mbeumo'ni o'sha qissasiga o'xshab ketyapti bu qissa ham. Yakuni happy end bo'lsa, juda ham xursand bo'lamiz, lekin yomon tugab qolsa-chi. Lekin hali vaqt bor. 2,5 oydan sal kamroq vaqtimiz bor transfer oynasi yakunlanguncha. Bilmadim bu transfer bilan qancha cho'zilamiz, hammasi shunga bog'liq deb o'ylayman. Tezroq bittani hal qilish keyingi maqsadlarga o'tishga. Mayli, nima ham deymiz? Kuzatishdan to'xtamanglar, aloqadamiz. Manchester United to'g'risidagi eng oxirgi yangiliklar albatta bizning sahifada. Obuna bo'lib qo'yish ham esingizdan chiqmasin.